Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablakulova. Assalomu alaykum. Qonun bilan fuqarolik protsessual kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, agar da'vo bahosi yuridik shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravaridan, yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan 100 baravaridan, jismoniy shaxslarga nisbatan esa 50 baravaridan oshmasa, da'vo arizalari bo'yicha ishlar soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilishi lozim. Iqtisodiy protsessual kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, agar da'vo bahosi yuridik shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravaridan, yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan 100 baravaridan oshmasa, da'vo arizalari bo'yicha ishlar soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilishi lozim. Shuningdek, maxsus iqtisodiy zonalar va sanoat zonalarining direksiyalari investitsiya bitimi bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan tadbirkorlarning yer uchastkalarini ijaraga olish huquqini bekor qilish to'g'risidagi da'vo arizalari bilan sudga murojaat qilganda davlat bojini to'lashdan ozod qilinishi belgilandi. Farmonga ko'ra, bolalarning jismoniy aqliy rivojlanishida kuzatiladigan nuqsonlarni erta aniqlash va o'z vaqtida kompleks ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olish maqsadida 2026 yil 1-iyungacha bosqichma-bosqich erta aralashuv xizmati yo'lga qo'yiladi. Erta aralashuv xizmati doirasida nogironlik belgilangan yoki jismoniy aqliy rivojlanishida nuqsonlari mavjud 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga Ijtimoiy himoya milliy agentlik tomonidan yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida yuritiladigan maxsus elektron reyestrga kiritilgan nodavlat tashkilotlar tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Bolalarga maxsus pedagoglar tomonidan korreksion rivojlantiruvchi pedagogik yordam ko'rsatiladi hamda davolovchi jismoniy tarbiya yo'riqchilari tomonidan kompleks rivojlantiruvchi reabilitatsion mashg'ulotlar o'tkaziladi. Nogironlik belgilari aniq ko'rinib turgan anatomik nuqsonlar bilan tug'ilgan bolalarni qo'shimcha tibbiy tekshiruv va jarrohlik amaliyotini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Farmonga ko'ra 2026 yil 1-iyuldan vazirlik va idoralar, davlat tashkilotlari va ijtimoiy soha muassasalari hamda davlat ishtirokidagi korxonalarning yangi quriladigan, rekonstruksiya, modernizatsiya qilinadigan va mukammal ta'mirlanadigan bino va inshootlarda energiya samaradorligini C va undan yuqori toifasiga ega bo'lish talabi kiritiladi. Elektr energiyasi va tabiiy gazni iste'molchilarni tarmoqdan ajratish va cheklov kiritish hisobidan tejashga yo'l qo'yilmaydi. Energiya samaradorligi milliy agentligiga energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali energiya servis kompaniyalari ESCO tomonidan davlat buyurtmalari asosida ko'rsatiladigan energiya servis xizmatlari uchun kafolatlangan to'lovlarni amalga oshirish huquqi beriladi. 2026 yildan har yili energiya sarfi belgilangan normativlardan keskin oshib ketgan davlat obyektlarida xalqaro standartlar va energiya servis mexanizmlari asosida energiya samaradorligini tubdan yaxshilash dasturlari amalga oshiriladi. 2026 yil 1-oktyabrga qadar obyektlar kesimida katta hajmdagi ma'lumotlar, biznes tahlil va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida energiya iste'molini va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmonga ko'ra 2026 yil 1-maydan respublikaning barcha hududlaridagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 3-fevraldagi PF 18-son farmonida belgilangan tartibda realizatsiya qilinadi. Bunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va viloyatlar hokimlarining taklifiga asosan 50 gektardan 500 gektargacha o'lchamdagi yer uchastkalarini faqat sanoat usulidagi plantatsiyalar tashkil qilish va chorvachilik uchun yer uchastkasidan ruxsat etilgan foydalanish turini belgilangan holda auksion savdolariga chiqarishga yo'l qo'yiladi. Auksion savdolariga chiqariladigan yer uchastkalarining boshlang'ich narxi yer uchastkasi normativ qiymatining 50% miqdorida belgilanadi. Har bir takroriy savdoda sotilmagan lot narxi 10% dan bosqichma-bosqich boshlang'ich narxning 10% miqdoriga, yer uchastkasini auksion savdolariga chiqarish xarajatlaridan kam bo'lmagan miqdorga qadar pasaytiriladi.
Birinchi auksion savdosi tegishli yer uchastkasi haqidagi xabarnoma e'lon qilingan kundan boshlab 15 kun muddatda va takroriy savdolar 1 kun muddatda o'tkaziladi. Yaylovlar, pichanzorlar va lalmi yer maydonlari auksion savdolariga chiqarilganda lotning boshlang'ich narxi yer uchastkasi normativ qiymatining 1% hamda yer uchastkasini auksionga chiqarish, yerlarni foydalanishga kiritish bo'yicha yer tuzish loyihasi va texnik iqtisodiy asosni ishlab chiqish xarajatlari hamda ijara huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun to'lov miqdoriga teng summada belgilanadi. Qarorga ko'ra jozibador manzil loyiha infratuzilma tadbirkor targ'ibot sayyoh zanjiri bo'yicha loyiha boshqaruvi asosida 34 ta turizm obyektining master rejasi ishlab chiqiladi. 31 ta turizm obyektining faoliyati tashkil etiladi hamda rivojlantiriladi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofisi respublika yoki mahalliy darajadagi barcha turdagi turistik zonalar va turistik klasterlar direksiya departamentlari faoliyatini umumiy muvofiqlashtiruvchi muassasa hisoblanadi. 2026 yil 1-iyundan Turizm qo'mitasi tomonidan bosqichma-bosqich turistlar tashrif buyuruvchi ziyoratgohlar hududlarining funksional jihatdan ajratilgan chegaralarini belgilash va mumkin bo'lgan hollarda ko'p qavatli binolarni joylashtirish orqali ularning hududlarini kengaytirish hamda ulardan foydalanish uchun alohida dizayn kod joriy etiladi. Turizm sohasini barqaror va kompleks rivojlantirish maqsadida loyihalarni amalga oshirishda davlat organlari, tadbirkor va investorlar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ta'lim va ekspert tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni ta'minlovchi davlat, biznes, jamoatchilik, ta'lim tizimi joriy etiladi. 2027 yildan yiliga 2 marta turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan sayyohlar o'rtasida tanlanma kuzatuvlar o'tkazish amaliyoti joriy etiladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.